Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur Əpəndi avqust ayının keyinki məzgillərdə Türkiyədəki siyasi partiya vəkilləri bilan cəm olub, Xitay təcavüzçülərinin Şərq Türkistanı işğal qılıb alğandan keyin bo'libmi yaqinqi 13 yildan buyon yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik vahshiy qilmishlarini, Xitoyning dunyoga kengayish yovuz niyatini, tahdidini anglatdi. Abdulahat Nur Əpəndining bu ahamiyatli xizmati Türk matbuotlarida xabar qilinib, Türk xalqining diqqətini tortdi. Xabarini o'qu xabar torining 2026 yili 20 avgust payshanba kunidagi xabarda mundaq deyildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur və Şərq Türkistan sürgündü parlamentinin muavin rəisi Abduveli Adam Yenidən Refah Partiyasının muavin rəisi Cengiz Zorni ziyaret qildi. Görüş jarayonida Şərq Türkistan bilan aloqador maslahat elib bordi. Yenidən Refah Partiyasının baş organida Şərq Türkistan masalasi to'g'risida muhim yig'in chaqirildi. Yig'inda Şərq Türkistandagi o'zgarishlar va Türk islom dunyosida duch kelayotgan masalalar muzokara qilindi. Yenidən Refah Partiyasının baş organida o'tkazilgan muhim yig'in bilan Şərq Türkistandagi masala qaytadan kun tartibga keltirildi. Yig'inda Şərq Türkistandagi o'zgarishlar, rayondagi inson haqlari dafsandichilikları, Şərq Türkistandagi turklar duch kelayotgan masalalar va xalqaro jamiyatning bu masalaga bo'lgan pozitsiyasi to'g'risida suhbat elib berildi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur Əpəndi Cengiz Zor Əpəndiga Şərq Türkistan hərgizmi Xitoyning bir partisi emas nomli kitobni sovg'a qildi. Yig'indan keyin Cengiz Zor Əpəndi Refah Partiyasining Şərq Türkistan, Falastin va dunyoning qayerida bo'lishidan qat'iy nazar barliq zulmga uchragan xalq bilan birga ekanligini bildirdi. Zulmga uchraganlarning ovozini anglatish faqat siyosiy mas'uliyat emas, balki insoniy va axloqiy mas'uliyat ekanligini ta'kidladi. Hamda Şərq Türkistan davosini Turkiya va xalqaro ommaviy sohada texmo kuchli holda oldingi qatorga chiqarishning zarurligiga diqqat qildi. Şərq Türkistan vakili ömiki Cengiz Zorga ko'rsatgan qiziqishi va qo'llash uchun rahmat aytdi va Şərq Türkistan davosining Turkiyadagi siyosiy va ijtimoiy saviyada oldingi qatorga chiqishining o'zlari uchun nihoyatda muhim ekanligini bildirdi. Yenidən Refah Partiyasining Şərq Türkistan masalasiga munosabatli xizmatlari va aloqalarining kelgusidagi mazgilda davomlashganligi bildirildi. Undan boshqa Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur Əpəndi Ak televiziyasining ziyoratini 20 avgust kuni qabul qilib, o'z oilasining beshiga kelgan azobliq voqealar, Şərq Türkistan xalqi duch kelayotgan vahshiylikda chekidan oshgan irqiy qirg'inchilikni, Xitoyning dunyoga tahdid ekanligini anglatdi. Türk xalqining Şərq Türkistonni unutib qolmasligini, ummatning qandosh Türk xalqining mas'uliyatini ado qilishini talab qildi. Çin hakimiyeti 2017'den itibaren büyük bir soykırım başlattı orada. 16 yaştan yukarı, 35'ten aşağı insanların çoğunlukla hepsi Çinlilerin deyimiyle Re-Education Center dedikleri, yani yeniden eğitim merkezleri dedikleri kamplarda orada tutuluyor. Çünkü Çin Komünist hakimiyeti İslam'ı, bizim dinimizi zehir olarak tanımlıyor. Dolayısıyla İslam'dan soyutlamak için halkımızı, yaşlarımızı, sağlıklı insanlarımızı Re-Education Center altında kamplerde tutuyor ve onların bedenlerini, uzuvlarını alıp hastanelerde satmak için o kamplarda tutuyor. Cumha xabar tori 19 avgust kuni jurnalist Aydın Bənlining Şərq Türkistan sürgündü hökuməti yazıb tarqatgan Şərq Türkistan əzəldən Xitayning bir partisi bo'lib boqmadi. Mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'lidir nomli kitobni bağlab yozgan Ko'k bayraq qayg'uda nomli maqolasini e'lon qildi. Maqolada mundaq deyiladi: Şərq Türkistanning faryodi faqat bir millatning emas, balki insoniyatning vijdoniga qilingan chaqiriq. Men Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahat Nur və Şərq Türkistan sürgündü parlamentinin muavin başlığı Abduveli Adam bilan görüşüb, Şərq Türkistan masalasi, rayondagi inson haqlari masalalari va Xitoyning siyosatlari to'g'risida suhbatlashdim. Ular menga Şərq Türkistan azaldan Xitoyning bir partisi emas nomli kitobni sovg'a qildi. Kitobning mazmunini ko'rib chiqqandan keyin uning faqat hozirgi Şərq Türkistanni emas,
balki rayonning tarixi, jug'rafiyasi, kultur meroslari, davlat an'anasi va mustaqillik ko'rishini keng doirada bayon qilganligini ko'rdim. Kirish so'zi qismida kishining diqqatini tortadigan Sharq Turkiston bir davlatmi, bir rayonmi yoki bir tarixiy o'qimmi degan bir savol o'tirib qo'yilgan bo'lib, amaliyotda bu savol dunyoning Sharq Turkiston haqida intayin oz uqumga ega ekanligini oshkorlaydi. Sharq Turkiston dunyoga noma'lum bir jug'rofiya. Kitobga asoslanganda dunyo nufusining muhim bir qismi Sharq Turkistonning ismini hargizmi anglab boqmagan. Sharq Turkistonning keng zemini, cho'nqur tarix va mo'l kulturel meroslariga qaramay, dunyo jamoatchiligi Sharq Turkistonning mavjudligini yetarli darajada bilmaydi. Sharq Turkistonning Xitoyning uchur siyosati va yolg'on tashviqot tarqatish faoliyatlarining soyasida qolganligi ilgari suriladi. Bu asar Sharq Turkistonning jug'rofiyasi, strategik ahamiyati, xalqi, kulturi, tarixiy va mustaqillik ko'rishi qatorliq masalalarni o'z ichiga olgan 9 bobdan tarkib topgan. Bu kitobda bu rayonda yashaydigan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk jamiyatlari duch kelayotgan inson haqlari masalalariga ko'p o'rin berilgan. Abdur bu qilmishlarni irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan. Bu nuqtada xalqaro qonun jihatdan ishlatilgan hukmlarning mustaqil va odil mexanizmlar orqali tekshirilishi kerakligini unutmaslik kerak. Qandaqla bo'lmasin, qandaq atalg'i qo'llanishdan qat'iy nazar, asosiy inson haqlarining dafsanda qilinishi to'g'risidagi da'volarni tekshirish va dunyo jamoatchiligining diqqatini uningga markazlashtirish insoniyatning mas'uliyatidir. Tarix faqat hozirgi zamon bilan cheklanib qolmaydi. Sharq Turkiston masalasini tushunish uchun faqat hozirgi zamonga qarashlar yetarli emas. Bir millatning hozirgi zamondagi ahvolini tushunmoqchi bo'lsangiz, uning tarixiga qarashingiz kerak. Bu kitob Sharq Turkistonning cho'nqur yildiz tortgan davlat an'anasi va mustaqillik tarixini, shundaqla Xitoyning rayonida yurgizgan hukmronlik va mustamlikachilik siyosatining ijro qilinishini tekshirdi. Eng muhimi, bu jarayonda Sharq Turkiston xalqining ko'rsatgan qarshiligini eslab o'tdi. Qisqasi, bu kitob Sharq Turkiston masalasini faqat siyosiy munozaralar sifatida emas, balki tarix, kimlik, kultur, inson haqlari va mustaqillik nuqtasidan bağlashga urindi. Men bu yerda Sharq Turkistonda zulm yo'q deganlarning oldi bilan bu kitobni o'qish kerakligini, bir taraflilik bilan emas, tafakkur bilan o'qishini aniq o'tirg'a qo'ymoqchiman. Ular kitobni o'qib boshqacha o'ylay oladi. Ular tarixiy da'volarga e'tiroz bildira oladi. Xitoyning tezislarini qo'g'day oladi. Ammo oldi bilan o'qishi kerak. Chunki bilim egisi bo'lmay chiqarilgan har bir hukm insoniyatning eng cho'ng kasalliklarining biri bo'lgan bir taraflama qarashni kuchaytiradi. Sharq Turkiston masalasiga qarta qilishga tegishli ish shuarlardan halqib ketish. Bu tarixiy hujjatlar, xalqaro dokladlar va har xil qarashlarni birlikda bog'lashni o'z ichiga oladi. Sharq Turkiston 40 million nufusi bo'lgan strategik jug'rofiya. Sharq Turkistonning ahamiyati faqat tarixiy va kulturel ahamiyati bilan cheklanib qolmaydi. O'rta Osiyoga yetilgan o'rni, keng zemini, neft, tabiiy gaz, ko'mir va har xil kon boyliqlari sababidan bu rayon intayin muhim jug'rofiylik, siyosiy va iqtisodiy markaz hisoblanadi. Shunga Sharq Turkiston masalasini faqat etnik yoki kultur masala deb bog'lash eksik qoladi. Energiya boyliqlari, qatnash koridorlari, savdo yo'llari va bexatarlik siyosatlari bu rayonning dunyoviy ahamiyatini oshirdi. Qandaqla bo'lmasin, bu yerdagi haqiqiy masala undaq. Bir jug'rofiyaning yer osti boyligi shu jug'rofiyada yashaydigan xalqning huquqidan qimmatli bo'lsa bo'lmaydi. Neft qimmatli, tabiiy gaz qimmatli, kon boyliqlari qimmatli. Ammo inson hayotidan qimmatli yer osti boyligi yo'q. Ummat qayg'uda, turklar g'afil, dunyo cho'nqur uyquda. Sharq Turkiston tilga ilinsa ko'k bayroq. Bu bayroq ostida yashaydigan xalqning azob uqubatlari esimga keladi. Bir onaning balasiga bo'lgan hasrati, bir balaning oilasiga bo'lgan sig'inishi, bir millatning tili, kulturi va e'tiqodini kelgusiga elib chiqish uchun kurash qilishi. Ummat qayg'uda, turklar g'aflatda. Sharq Turkiston xalqining kelgusini muzokara qilganda bu rayonda yashaydigan xalqning asosiy huquqi, bexatarligi, kulturi, tili va kimligini qo'g'dash kerakligini tashabbus qilishimiz kerak. Sharq Turkiston masalasi turk dunyosining xotirasida muhim o'rin tutadi. Bu yana islom dunyosining vijdoni bilan aloqador bo'lgan muhim masala. Chunki zulmning diniy, millati yoki chegarasi yo'q. Zulm qo'shtirganlarning yanida turish, kim bo'lishdan qat'iy nazar insoniyatning qilishga tegishli ishidir. Bu kitob o'tirg'a qo'ygan ideya. Asarning oxirida texnik kuchli siyosiy tezis ko'rsatilgan. Kitobda Sharq Turkiston xalqining mavjudligi va izzat hurmatini qo'g'dashning yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta tiklash ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu albatta siyosiy va tarixiy nuqtadan muhokama qilinishi kerak bo'lgan qarash.
Qandaqlı bo'lmasin, kitobning asosliq maqsadi aniq bo'lib, Sharq Turkiston masalasini dunyoning kun tartibiga elib kelish, tarixiy xotirlarni jonliq tutish va Sharq Turkiston xalqining haq-huquqining to'nilishi uchun xalqaro jamoat fikrini harakatga o'tkazish. Bu asar o'zini Sharq Turkiston surgundi hukumatining haqiqat va adolat uchun kurash qilishiga qo'shgan tuhfa sifatida namoyon qiladi. U butun bayonlarining markaziga Sharq Turkiston hargizmo Xitoyning bir partisi bo'lmagan degan da'voni qo'ydi. Bu jumla yana kitobning munozaraga yo'l ochgan eng asosiy tarixiy tezisi. Bu tezisning tarixiy o'lchami har xil davrlar va manbalar orqali texmi cho'nqur tekshirilishi kerak. Masalaga shuarlar bilan emas, balki hujjatlar va tarixiy sonliq ma'lumotlar nuqtasidan baho berish kerak. Tarix unutmaydi. Bugun dunyo sukut qilishi mumkin. Cho'ng davlatlar o'z manfaatlarini oldingi o'ringa qo'yishi mumkin. Xalqaro tashkilotlar yetarli kuchli tadbir qo'llanmasligi mumkin. Lekin tarix unutmaydi. Tarix mazlumlarning ko'z yoshlarini xotirlaydi. U yana insoniyatning sukutini xotirlaydi. Shunga Sharq Turkistonga qarta qilishga tegishli ish nafrat paydo qilish emas, balki haqiqatni tekshirish, inson haqlarini qo'g'dash, mustaqil tekshirishlarni qo'llash va xalqaro qonun doirasida adolat izlash. Sharq Turkistonning kelgusi haqida so'z qilganda eng asosiy o'lchamimiz insonning izzat hurmati bo'lishi kerak. Chunki bir millatning tili, kulturi, e'tiqodi va kimligi yo'q sanalganda, yolg'iz shu millatlar emas, balki insoniyatning o'rtaq meroslarimi ziyonga uchraydi. Ko'k bayroq qayg'u ustida. Bizning vazifamiz bu qayg'uliq ko'k bayroq ostida yashayotgan xalqning ovozini anglatish. Biz kitob o'qish, tarixni tadqiq qilish, hujjatlarni tekshirish va dunyoga aytishga majbur. Chunki Sharq Turkistonning ovozi anglanmay, insoniyatning vijdoni sukutdan qutula olmaydi. Ey Türk dunyosi, ey islom dunyosi, ey vijdonli insoniyat. Sharq Turkistonning faryodiga quloq bering. Ko'k bayroq xarob bo'lib qolmasin. Sharq Turkiston masalasi unutilmasin. Bir kuni Sharq Turkiston xalqining inson haqlari, erkinligi, kulturi va izzat hurmati kapolatga ega qilingan tinch kelgusi borliqqa kelsin. Xeyr, Alloh sizga yordam qilsin. Ko'k bayroq adolat va erkinlik umidi bilan lapildisin. Unutishning xatiri. Unutilgan qirg'inchilik jazman takrorlanadi deydi zamonimiz siyosiyoni va mutafakkirlaridan Ali Izzat Begovich. Kommunizmning dahshatli bostirish harakatlari, ideviy og'michiliklari bilan amaliy kurash qilgan, shundaqla sunmas jasorat va haqiqatparvar ilm ma'rifat asosida tikilgan g'oyaning cho'qim natija beradiganligini yer yuzidagi barcha hurlik oshnolariga tunutgan bu zotning yuqorqi so'zini, balkim bu so'zning haqiqatini qitimlab boshdan kechirgan Sharq Turkistonliklar uchun sharhlash ketmaydigan aksiomaga aylanib ketsa bo'ladigan haqiqatchil so'zlardan deb qarash mumkin. Hatto bu so'z biz uchun har kun o'qiydigan virda, ya'ni kundalik vazifaga aylantirib olishga yoki bo'lmasa namoz orqasidan o'qiladigan 33lik zikr misoli takrorlayverishga arziydigan, faqat bo'lmaganda har sahar o'rnidan turganda bir qatam takrorlab o'tib, konini boshlashni odat qilib olsa-mu, ortiqcha bo'lmag'idek darajada qimmatga ega desak mubolag'a bo'lmasligi mumkin. Chunki inson turining yaratilish qissasidagi unutish dastonidan ma'lum bo'lgandek, u har on ichki yoki tashqi bir eslatmalarning nurida aql ko'zini yo'rtadi va bu soyada o'zi bosgan xato qadamlarning badalini to'lashdan omon qoladi. Mana shu aql ko'zi bilan inson o'zini topalaydi va hayotning agri to'qayliqlarida yo'lidan adashmaydi. Moddiy ko'zning xizmati, biologiyalik tuzilmasi va ko'rish iqtidori nuqtasidan hayvon bilan odam ko'zi o'rtasida farq yo'qligini diqqatga olsak, shubhisizki insonda aql idrok alohidaligi borligiga hamda hayvonning ko'ziga nisbatan o'tkirlikda tangdoshsiz bo'lgan aql farosat ko'zining borligiga qil sig'maydi. Moddiy ko'z o'z funksiyasini amaliylashtirish uchun yorug'likqa ehtiyoj bo'lganidek, aql ko'zimi yorug'lik oladigan nur manbasiga muhtoj. İlahi vahining nur deb ta'riflanishmi, uning insonning ikki olamlik yo'lini to'g'ri tarafga yetaklash idrokini ochadiganligidan, aql ko'ziga keladigan yorug'lik uchun sop manba bo'lganligidandir. Vahining mas'uli bo'lmish Qur'onning ismlaridan birining zikr, ya'ni eslatku deb atalishimi, uning ushbu untiqoq insonning fitratini tamomlovchi xususiyatga ega bo'lganligida, uni o'yg'otquchi, haqiqat tarafga aktivlovchi rol o'ynaganligida. Shunaqla
tən qismiga mənsub fani ko'zdan halqagan, samaviylikqa mənsub aql ko'zini pərdələgücü g'aflat ilmiklaridan irig'dig'uchi hidoyat buluqi bo'lganligida gavdlanganligidandir. Şanlıq tariximizdə ötken məşhur əcdadlardan Əl-Cəvhəri təxəllusi bilan tanınğan büyük tilshunos alim Əbu Nəsr İsmail Əl-Farabi özünün Əzhah namlı qamusida inson keliməsinin etimologiyasi və kelib chiqish arqa ko'rinishi haqidagi qarashlar ustida to'xtaldi va inson keliməsinin kelib chiqish manbasi haqidagi qarashlardan birida inson so'zi nisyan kelimasidan kelib chiqqan deyilganligini bayon qiladi. Shundoqla u bundaq deyilishining tarixiy arqa ko'rinishini, chunki inson ahdisini unutgan degan izohati orqali aniqlama berdi. Bu yerdagi unutish albatta odam ota qissasidagi hammaga mashhur jannatdan chiqarilish vaqaligiga ishorat qilinayotgan bo'lsa-mu, darvaqa mazkur ishorat inson ismining materialistik sifatlarining aksicha odamzotning tunji inson turi bo'lgan odamdan taralganlik tarixiga diqqat tortmoqda va bu orqali eslatkichsiz va bosh-boshdoqlikqa yugurik insonning go'yo odam otaning zehni bilan o'ynab, uni chalg'ita olgandiki ahdisini unutildirib, o'rniga havas va xiyoliy arzuni dastlabkandagi ahvolidan ibrat olish kerakligini eslatmoqda. Shundoqla hurmatli yaralgan odamning o'z fitratiga uyg'un bo'lgan hayot prinsipini havas, xohishlarga tegishib o'tmasligini, tunji yerlashgan ona vatanning qo'lidan ketishiga sababkor bo'lgan har turli g'afillikqa yo'l qo'ymasligini kafolatlantiradigan ilohiy ahdisini unutildirganki, holatning qaytadan odam avlodlarining savoq elishi kerakligi ko'zda tutilib, shundoq atalganligiga ishorat qilmoqda. Odam avlodining qadamma-qadam tuzoqqa, baxtsizlikka, muvaffaqiyatsizlikka so'raydigan unutishning xatiriga sal qarmaslik uchun uni har vaqt silkib turadigan inson ismining uning mavjudlik turidagi chaqiriq ismi bo'lib qolganligiga nazar og'dirmoqda. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.